Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga juma, 23-yanvar 2026-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. 8 ta 10 ta hunojillar keldi, 7 ishta solinglari sinovdan o'tdi. Hozir shularni video obzorini aytib o'tamiz. Tushuntirib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, shunda biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. 9 ta 10 ta hunojin keldi. Hammasini bo'yi birdan baland, biri 5, biri 10. Har qoldi kelishgan, yaxshi boqaman deydigan odamlar tavsiya qilamiz. Oldi tomonlari ham hamma yo'g'i kelishgan. Hop, vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Hurmatli obunachilar, doim eslatib o'tamiz. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Mana shunaqa hunojin boqaman deydigan do'st birodarlarga podelitsiya qilib, mana shu videoni jo'natib qo'ysalaring, kimgadir manfaatli video bo'lgan bo'lsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Hammasi zo'rida xolosa bu safar partiyamiz arqoldi kelishgan zo'rlaridan keldi. Hozir narxlarni birma-bir tushuntirib o'tamiz. Hop, shvetsiyamizdan boshlaymiz. Bo'ylari 1.5. Arqoldi kelishgan, 7 ishtilari yaxshi. Hop, narxi keladigan bo'lsa, mana bu ikkalasini bitta aytaylik. Bu ham zo'r narsa. Bo'ylari bu ham 1.5 plus. Arqoldi kelishgan, toni qora. Zo'r hunojin. Hop, ikkalasini bir joyga aytadigan bo'lsa, 10.600.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Eslatib o'tamiz, 10.600.000 so'mdan dastlabki xizmatlari bor. Mana bu yerda o'ta sigir qilib olaman deydi odamga tavsiya qiladigan bitta hunojinimiz bor. Boshqacha narsa, xohlasa olib boqqan odam baraka topadi, zo'r. Bo'ylari birdan baland chiqadi. Narxi keladigan bo'lsa 10.300.000 so'm. Bu ham zo'r. 1 metr plyusga olaverasizmi? Katta sigirni bolasi. Boshlarni ko'rib turibsizlar. Yaxshi narsa. 10.300.000 so'mga vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Eslatib o'tamiz, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda bo'ladi dastlabki xizmatlari. Hop, mana bu mana. Biri 10 chiqdi, ikkalasi ham 1.5 plyusga olaveradilar. Bunisi shvetscha, bunisi ola hunojin. Narxi keladigan bo'lsa 11.700.000 so'mdan dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. 11.700.000 so'mdan 7 ishta sog'liqlari o'ta zo'r narsa ikkalasini ham. Arqalari ham pachka. O'ynab turgan sog'lomligi yaxshi. Eston boqaman deydigan odamlar ham chiqib qoladi. O'ta boshqacha sort keldi Estonni ham. Arqalari ham, tuyoqlari ham zo'r. Mana kallavoshini ko'rsatib o'taylik. Kallavoshlari ham dahshat. Bo'ylari 1.5 chiqadi, birdan baland albatta. Arqalari ham to'rtburchak, to'rson narsa. Shu maqsadga sho'xrogan olamiz. 10.300.000 so'm buni ham narxi dastlabki xizmatlari bilan. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Telegram, WhatsApplar bor. Imkoni bor odam tepasiga kelib savdolasa yana ham yaxshi bo'ladi. Sababiki telefonda kattaroq ko'rinishi mumkin. Masalan, qo'ylar ham, mollar ham hammasi. Shuning uchun biz bo'y pastlarni aytyapmiz. Baribir boshqacha ko'rinadi telefonda. Imkoni bor odam, shuning uchun doim aytaman, tepasiga kelib savdolasa yana ham yaxshi bo'ladi. 7 ishchilarni ham ko'rib oladi. Holat qanday? Xudo xolasa bularda ayb nuqsoni yo'q, bularda ayb topadigan emas. Lekin yaqin atrofda bo'lsalaring, kelib olsalaring yana ham yaxshi. Mana bu ola hunojinimiz baraka bo'ldi, sotildi. Andijonning Asaka tumaniga dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Bugun chiqarib berishimiz kerak edi. Qor yog'ib, yo'llar muzlama bo'lib qoldi, shuning uchun abitdan keyin kutamiz.
Mana bu estonchamiz bor, mana. Ola, sariq olamiz. 8 milyon 700 ming so'm, bo'ylari 1 metr. 7 ishtilarda kamchiligi yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz va bizlarga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oilalaringga, qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kanalimiz podpiska qilsalaring yana ham yaxshi bo'ladi.